Trendga chiqib, trenddan tushmayotgan, hammaga birdek yoqadigan, me'daga tegmaydigan Matilda tortini tayyorlaymiz. Tuxumga shakar solib, shakari eriguncha yaxshilab aralashtiramiz. Smetanaga soda solib aralashtirib, tuxumli massaga solib aralashtiramiz. Oxirida qaynab turgan suvdan solib, bitta aralashtirib yuboramiz. 10-15 minutga tindirib qo'yamiz. Shu massani 3ga bo'lib pishirib olamiz. Men shoshib turganim uchun bu safar bittada pishirib oldim. Shunaqa suyuqroq massa bo'ladi. Qolip tagini falka bilan yaxshilab chetlari bilan o'rab olamiz. Massani solib pechda pishirib olamiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Kremimizni tayyorlab olamiz. Endi pishib sovigan korjimizni kesib olamiz. Endi krem surib Matildani yig'ib olamiz va xolodilnikka qo'yib olamiz.